Assalomu alaykum, mehrli obunachilari, aziz yurtdoshlar. Mana mehrli chiroyli ishlarimizdan biri bitta tandirimiz, yonlariga bitta chiroyli o'chog'imiz, mo'ykalarimiz mana akalar. Bahonasi yonlariga bitta o'choq qildik. Mana bu tarafda tandirimiz. En boshida mana tandirimiz. Tandirimizni mana shkatulkalargacha qilib ichlarida ko'mirlar yonyapti, mana xudo xolasa akalar. Tandirda ko'mirda pishirsalar nihoyatda chiroyli pishadi. Yorilmay, chizilmay. 70 kilo ko'mir bilan 1 sutka mobaynida tandir nihoyatda chiroyli pishadi. Mana akalar, ko'pchilik so'rashyapti, ko'mirda nima xususiyati bor? Ko'mirda xususiyati ko'p. Sekin yonadi, ham chiroyli pishiradi tandirimizni. Akalar. Mana ko'rinishlari. Shu qilgan ishlarimiz xudo xolasa Farg'ona viloyati Chimyonni tog'a, Chimyonda mana Arab qishlog'iga, Chimyonda Arab qishlog'iga qildik. Xudo xolasa chiroyli bo'lib chiqdi. Yonlarida mana bitta o'chog'imiz 150 lik biz turbadan qo'ydik. Suvimiz уже qaynadi. Akalar mana asosiy qismiga navbat keldi mana endi. Bu nima deyapti ekan endi bir ko'rsatingchi. Skvoznoy qanaqa buni? Yaxshilab ruxsating bir muxlislar, obunachilar bir ko'rib zavqlansin bundan. Mana suvlari уже qaynadi, xudo xolasa. Xo'sh tog'a. Suvlarimiz nihoyatda chiroyli bo'lib qaynashga keldi. Yo'qanimizda hech qancha bo'lgan yo'q, to'g'rimi tog'a? Oyoq deysiz. Mana akalar tutunni aylantirib so'rayapti, xudo xolasa. Bu tomondan ko'rsataylik. Kelinchi mana bitta eshigini ochib qo'yingchi, ko'rsataychi. Shogird bola. Akalar, eshigini ochib qo'ysalaring tezlashadi. Eshigini yopib qo'ysalaring sekinlashadi. Masalan, suv yo'qatdi milqillatib, sho'rvani tashlab qo'yib, g'osh tog'a. Qilsa bo'laradigan imkoniyat bo'ldi mana, xudo xolasa. Eshigini yopsalaring sekinlashadi mana. Eshigini yopib qo'yamiz. Sekinlashadi. Yonlarida endi mo'ykalarni qildik. Bitta idish tovoqni yuvadi, bakka qo'yaveradigan joyi bo'ldi. Endi bitta santexnik ishlari qoldi, xo'sh tog'a, xudo xolasa. Kafel, abdilki ishlari bor, chiroyli qilib ularni yopishtirilsa, inshaalloh xizmat qilaveradi. Avvalo bizga Kenjaboy tog'aning nevaralari biz shuni bizga opoqimiz shu mehnatni, shu hunarni meros qilib qoldirib, mana shuni orqasidan mana chiroyli ishlarni qilib mehrlarni ulashyapmiz. Xo'sh tog'a. Xo'sh tog'a, xursandmisiz? Rahmat. Ko'ngilda chiroyli bo'ldimi? Yaxshi zo'r chiqdi ishlaringiz. Rahmat, qo'lingdan dard ko'rmasin. Yaxshi kunlarga duo qilib, to'ylarga nasib qilsin. bitta duo qiling xo'sh tog'a, mana shu joyiga. O'zlaringizga nasib qilib, to'ylar ishlatinglar. El haqda oldida oddiy yigitlardan bo'lib, yaxshi ustalardan bo'lib yuringlar. Amin. Oxirgi ishlaring bo'lmasin. Yana xudo xolasa aytamiz, kelasizlar boshqa ishlarda. Inshaalloh. O'g'illarda, uylarda yana ishlar bor, xudo xolasa qilamiz. Inshaalloh. Yaxshi kunlarda uchrashib, to'ylarda amalda nasib qilsin. Allohu akbar. Yaxshi kunlarga ishlading, xo'sh tog'a, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kunlaring nasib qilsin. Rahmat, aytganingiz kelsin. Mana azizlar, endi buni shkatulka, kafel ishlari qoldi. Buni yanada bezab bersa chiroyli bo'ladi, xo'sh tog'a. Inshaalloh. Pataloylargacha mana bitgan ekan. Bat endi letni oshxona bo'lib, ham letni, ham qishki, Metlarda derazalar bor, ham yo'q. Nihoyatda chiroyli bo'libdi. Endi mana shu ustiga zontigini o'rnatilsa, xo'sh tog'a, zakasini berib qo'ydingiz. Buni olib kelib o'rnatilsa, bitta tutunni o'g'i ham chiqmaydi inshaalloh. Chiroyli bo'lib. Mana azizlar, bizni Mehrikilol tandir o'choqlarida YouTube kanalimiz bor. Yozsalaring chiqadi. Telefon nomerlarimiz bor. Telegram orqali prямой aloqaga chiqaverasizlar. Mana shunaqa chiroyli mehrli ishlarimizni sizlarga ulashaveraylik. Xudo xolasa tandir ham o'zimizda bor. Har qanaqangi tandirlarda istalaring olib kelib qilib beraveramiz.
garantiyasi bor. Kessa bermaydi inshaalloh. Akalar bizni kuzatishda davom etinglar. Biz Kenjaboy tog'ani nevaralari Mehrikulol o'zimizning manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumanidamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Like bosish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.